Biz O'zbekiston fuqarolarimiz. Vatanimizning go'zal tabiati, purviqor tog'lari, vodiylari, daryo va ko'llari bor. Yurtimiz shaharlari chiroyli, qishloqlari so'lim, mahallalari ahil va obod. O'zbekiston boy madaniyat va ko'p asrlik an'analar yurti. Nafaqat tarixiy, balki aniq maqsadlar va dadil qadamlar bilan kelajakka intilgan zamonaviy mamlakatdir. O'zbekiston zamondoshlarimiz, qo'ni-qo'shnilar va do'stlarimiz, oilamiz va qarindosh urug'larimizdir. O'zbekiston 1992-yilda bola huquqlari to'g'risidagi xalqaro konvensiyani imzoladi. Unda butun dunyodagi bolalarning tug'ilganidan voyaga yetguniga qadar bo'lgan huquqlari bayon etilgan. Bu huquqlar bolalarning hayoti va salomatligi, barcha bolalar baxtiyor, ulg'ayishi va har tomonlama rivojlanishi uchun muhimdir. Bolalarning huquqlariga quyidagilar kiradi: oilada ota-onasi bilan yashash huquqi, tabiiy xizmatdan foydalanish, so'z va vijdon erkinligi, ta'lim olish, dam olish, shaxsiy daxlsizlik, o'z fikriga ega bo'lish kiradi. Bolalarning konvensiyada yozilgan huquqlari ularning shaxsiy huquqlari hisoblanadi. Siz ulg'ayganingiz sari atrofingizdagi olam tobora kengayib, rang-barang bo'lib boradi. Shuningdek, davlat va jamiyat hayoti qanday tashkil etilishini tushuna boshlaysiz. Ulg'aygach, fuqarolik huquqlariga ham ega bo'lasiz. Buni siz jamiyat hayotida to'laqonli ishtirok etasiz. Jamiyat va davlatdagi o'zingizga tegishli voqea-hodisalarga ta'sir ko'rsata olasiz, deb tushunish kerak.